17 Pro Max. Telefonchi 100% ochilmagan. Muammosi yo'q, ha? Yo'q. Kodi nima edi? 221007. 221007. Adashmasam yaqinda oldim deganingiz telefonda gaplashganimizda 9 ta tekilagan. Xo'p. 512 ta legan, ha? Menga aytmaganingiz xotirasini legan. Yaxshi. Quloqchasi yaxshi turibdi. Korobka, kabel hamma narsasi bor, ha? Hamma narsasi. Telefon muammosi yo'q hech qanaqa. Yo'q, hech qanaqa gap yo'q. Prosta Aha. pul zarur bo'lgani uchun majbur. Kredit olinmagan, ha? Hozir ko'payib qolganda, prosta kreditga olib sotib ketishlar. Yo'q. Siz taniyman baribir, ko'rganman Instagramda bir ikki marta. Bunaqa narsasi bo'lmasa kerak. Yo'q. Xo'p, necha bilyapsiz narxini? 1830 ga olganman. Xo'p. Endi necha pul sotmoqchisiz? 1750 mi? Yo'q. Shuncha ko'tarmaydi, qarang, $1400 naqd pul beraman sizga. Bo'ladimi? Yo'q, aka. Ochilmagan chiqa 100 yonkisi 100 turibdi. 100 turibdi, ko'rdim, 9 marta zaryad qo'yilgan ekan. Necha pul qilib berasiz? 450 bo'ladimi? $1450. Yo'q, 1400. Necha pul? To'g'ri kelmaydi aka. O'tib bering, baribir, lekin aytgan narxga sotolmaysiz. Bozor ham ko'tarmaydi. Juda yaxshi narsa aka. Pul 1,5 ming beraman, bo'ladimi? Aka, kam aytibsiz. Men sizni qimmatroq qolib qoladi. Ne, yaxshi narx so'rayapman. Korobkani olib berasiz, muammo bo'lmaydi bundan? Yo'q. Necha pul qilib berasiz? Aka, salom gapi. 1600. Aka 1600 sal bilan bitta ko'ring. Nima qilamiz? Qarang, $50 qo'shaman. $50 o'tib beringlar. $1550 olaman. Bo'ladimi? Naqd pul. Telefon olsanglar ham erta indin yana kelsanglar o'zim ham chiroyli naqd qilib beraman. Bo'ladimi? Keyin yaqinda olamiz. Bo'ldi, o'zim qilib beraman. 1550 bersam bo'ladimi? Rozimisiz? Aka barakasini bering. Rozimisiz? Uka dushman. Telefon baribir siznikida, sizning roziligingiz ham kerak-da. Bo'ladimi? 1550. Erta telefon kelsa ham chiroyli naqd qilib beraman. Ayam bilsa o'ldiradi. Ha, chiroyli qilib beraman. O'tdimi? Aha. Mayli bo'ldi. Xo'p, qarang. Yana o'zingizdan olaman-da. Bo'ldi. Kelsangiz. Kelsa qilib beraman. 1 2 3 4 5 6. Men sizga o'p qolgan karta taylab beraman. $950 mi qo'la? Kartaga. Aha, bo'ladimi? Mayli. Xo'p, mana 17 Pro Max telefon. Bizga kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Narx yoki nasib savdoga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar.